Mayli, soliqlarni to'lash vaqti keldi. Tommy, sen soliqlarni ber. Sen zo'rsan, Tommy. Endi Karl, soliqlarni to'lash vaqti keldi. Zo'rsan sen, Karl, zo'r. Oy, nimaga qo'yibsan? To'xta, jallod. Xo'sh, bu yerda hech kim yo'q ekan, mayli. Ketdik. Qishloqlar, sizlar soliqlarni to'lashlaring kerak. Sizlar zo'rsizlar. Janob, sizga qanaqadir yordam kerakmi? Ha, Men bu uchun ko'p mehnat qilyapman. demak siz o'ta bo'ysiz. Mana sandiqni ko'ring. Yo'q, bana bobom rosiz, nihua ko'p boy ekansiz-ku. To'xtang. Siz menga hamma izmirotlarimni qaytaring. Mana uni ko'rmayapsanmi? Bironta problema bormi? U meni izmirotimda oldi. Yo'q, men uni olganim yo'q. Yo'q, bana bobom rot. Sen ularni izmirotini qaytarib ber, Talxor. Keyingisi kim? Mana shu bo'lsa kerak. Nimadir bo'ldimi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Yo'q, meni o'ldirmang. Nimaga bu ishlarni qilyapsiz? Men bu ishlardan qiladigan maqsadim, meni kimdandir qarzim bor. Bu hikoya uzun. Qo'y, biz qanday qilib arzonni yeng bo'lamiz? Meni bitta g'oya bor. Barcha izmirotlaringizni menga bering. Xo'sh, mana bo'ldi. Men bu g'oyani ishlat deb o'ylamagandim. Ajoyib g'oya. Xo'sh, qani ketaylik. Jinursi, men bu g'oyani ishlat deb o'ylagandim. Nima? Siz bu gapni osonlikcha aytyapsizmi? Siz qanchalik izmirotlarimni ketganini bilasizmi? Bu o'rmilmik. Buni bir hafta ichida qaytarmasangiz, siz qarzdor bo'lib qolasiz. Bu ahvoqona fikr edi. Sizga izmirot kerak bo'lsa, nimaga siz turnirda qatnashmaysiz? Bu juda ham ajoyib. Iltimos, menga mana shu qog'ozlarni bering. Men bu turnirda g'alaba qozonsam, men 1 milliard pul g'olibi bo'laman va men qarzimni to'layman. Albatta men bu turnirda yutaman. Qani ketdik turnirga. Bu juda ham ajoyib. Xo'sh, men shu yerdan ro'yxatga o'tishim kerakmi? Menimcha bu mening xonam bo'lsa kerak. Bu juda ham ajoyib, jihozlar ham zo'r. Assalomu alaykum hammaga. Men bu o'yinning boshqaruvchisiman. Bu o'yin qoidalari mana bir-biri bilan urushadi va yutgan odam birinchi bosqichga chiqadi. Shu tariqa hamma buni joniga kurashadi va chempion 1 million yutadi. Shuningdek, hozir o'yin 1-2 soatlarda boshlanadi. Bu juda ham ajoyib. Birinchi jang. Yaxshilab o'tirib olinglar. Hozir jang boshlanadi. Birinchi o'yinchi. U Dr. Dres. U 64 ta g'alabaga uchragan va u 4 ta o'rin topgan. Va uning raqibi olmoslik Golin. Jang. Va bizning ikkinchi jangchimiz u jinoyatni yaxshi ko'ruvchi Groxni o'qishli bo'lamiz. Va uning raqibi Creeper.
Jiyalo, nimasi u? Birodar, siz bu yerda nima qilyapsiz? Birodar, baribir g'alaba qozonmaysiz. Kelyapmang, birodar. Men sizga nima deyapman? Birodar, to'xtang joyingizga. Birodar, baribir o'lib ketasiz hozir. Birodar, o'lasiz dedimmi? Va g'olib Krokus. Ikkinchi jang. To'g'risi, bu uncha qiyin raqib emas. Jin ursin, unda qirol bor ekan. Krokus, senga taqiqladi qirol. Yarim final. Hoy, bunaqa ish qilishga ruxsat berilmagan. Iltimos, qiroldan foydalanishingizni to'xtating. Chempion jangi. Hamma eshitsin, va nihoyat Krokus bilan Enderman urushadi. Buni yutgan o'z uyiga ketadi va 1 million esmeralda olib, shunday qilib boshladik. Do'stina, faqat menga bu esmeraldalar keladi. Baribir o'lasan hozir. Hozir 1, 2, 3. Jin ursin, sen bitta joyda tursangchi. Xo'y, bu nimasi? Bunaqasi ketmaydi. To'xtanglar. Bu nimasi? Men buni ko'rganim yo'q-ku. Yo, qoch. Jin ursin, men jang qilayotganimni unutib qo'ydim. Jin ursin, mening jonim juda ham kam. Iltimos, bunaqa qilma. Qasam ichaman, men bularda eng zo'riman. Bu o'yinimizning g'olibi Krokus. Krokus, nimadir bo'ldimi? Yo, birodar, men senga qarzimni olib kelib berdim. Yo, men buni kutmagandim. To'g'risi, men kutmagandim. Krokus. Unday bo'lsa, men ketdim. Ko'rishguncha. Krokus, men allaqachon qaror qabul qilib bo'ldim. Men mezoningcha yig'ishtirdim. Va sen o'zingga server topib ol.